ro'zg'or tashvishlari, bola chaqa tashvishlari bilan band bo'lib ko'proq vaqtimiz ishda o'tadi. Bugun otalar, erkaklar o'tirganlarni ko'rib xursand bo'lib turibmiz. Mana boshlarida o'zbekona do'ppi, milliy do'ppilarimiz bilan xush kelibsizlar. Otalar ham demak o'zi uchun yashashni boshlab, xudo xohlasa bitta qarshi chalib qo'yinglar. Bularni ko'rib bir narsa aytib bermoqchiman. Bugun shuncha ayollarni davrasida savlat to'kib o'tirgan, hammamizni ham hayotda inson bo'lib kamol topishimizda otamizni va onalarimizni alohida o'rinlari bor. Lekin oilani ustini otani ko'rib o'g'il oila boshqarishni, otani ko'rib izidan yurib o'rnak olib hayotda o'zini o'rnini topishga, yigitlar yigit ekanligini his qilishga o'zida kuch topadigan oilamizni ustuni. Bir kishidan so'rashibdi, siz qachon ulg'aygansiz deb savol berganda ijtimoiy tarmoqlarda ko'rib qoldim. Men otam vafot etgan kuniyoq ulg'ayganman deb javob berdim. Haqiqatan ayniqsa yigit kishi otasi vafot etishi bilan ulg'ayganini his qilib qolar ekan. Otasi bor odam, ayniqsa yigit kishi dunyoda hech narsadan tashvish kelamiz, sinov kelamiz, g'am kelamiz, e'tibor qilmas ekanmiz. Lekin ota ketishi bilan xoh u kichik farzand bo'lsa, xoh katta farzand bo'lsin, go'yoki bir suyanib turgan, ushlab turgan ustuni qulab ketgandek bo'lib ketar ekan. Hadis sharifda shunday kalom bor. Onangga yaxshilik qil avvalambor. So'ng yana onangga, keyin esa otangga. Ota kim barchamiz bilamiz uni va hammamiz birdek hurmat qilamiz uni. Uni oilada qozi deydilar. Ota rozi, Xudo rozi deydilar. Eslasak bolalik paytlarimizni, ota to'g'rilarda ayblarimizni. Mushtipar onamiz ming zorlansa-da qochib qolar edik o'yin pallada. Qo'rqitgan bo'lardi biz kelgach qaytib, "Ha, seni bermasammi otangga aytib", tog' tutib turgan kabi lolani, ota salobati bosardi bolani. Bir hikmat aytayin eskilardan qolgan aqida, bu so'zimiz, bugungi so'zimiz otalar haqida. Qadim zamonlarda ota yashar edi yolg'iz o'g'li deb, yolg'on gapirsa ham so'zing to'g'ri deb, xotini topshirgach omonat jonni saqlaydi otalik nom, sharaf, shonni, bor mehrini tutib yolg'iz farzandga, oxiri yo'liqdi baloyi pandga. Ota qaydan bilsin arzanda o'g'il xatosin, qo'shib chorlamishdir jazoga, podshoh uning otasi. Podshohning bir so'zi hukmdir mutlaq, bu sirdan barchani etingiz ogoh. Dastlab yuzlariga qaro surilsin, so'ng ikkisin 40 darradan urilsin. Jazo sahnasida 40-darra. Ota chidab turdi, miq etmay zarra. Banogoh ota ko'zlari charaqlab ketdi, chunki darra navbati o'g'ilga yetdi. Shunda so'radilar, "So'yla ey banda, tik qaramovding-ku seni urganda. Bolangga birinchi darra tushgan payt nega uvvos topding, sababini ayt." Iymanib so'zini boshladi ota. "Qurbim 1000 darraga yetkaydir hatto. Lekin 1000 darrani o'zimga uring, ayamasdan yuzu ko'zimga uring. Ont ichaman menga shafqat qilmang, lek ko'z oldimda bolamni urmang." Bu o'tmishning gapi, ro'yodir, chindir. Bu gapdan hikmat topadir kimdir. Yana kimdir nuqson axtarib yashar, birovlar o'z aqlin maqtanib yashar. Kimning tafakkuri bo'lsa ziyoda, ota nomini ulug' tutsin dunyoda. Otasiz qolmasin hech qanday go'sha. Otalar poyiga joningni to'shar. Onajoning esa boshingda ko'tar, bu kunlar g'animat, bu kunlar o'tar. Ayni damda kimgadir farzand, bu dunyo misoli charxpalak karchand. Kim otasiga ne, kim onasiga ne hurmat ayladi, shuni qaytaradi kichkintoylarim. Uni bo'lsin jajji jonijonlarimiz, baxtimizga ilohim doim bor bo'lsin aziz ota-yu onajonlarimiz. O'tganlarimizni Alloh rahmatiga olgan bo'lsin. Hali hayotda turgan duogo'ylarimizni ular rizo bo'lsin.
Vaqtimizga otalarimiz, onalarimiz bor bo'linglar. Ushbu qo'shiqimiz otalarimizga bag'ishlanib bitta qasida chalib qo'yasizlar. Hamma otalarimiz uchun. Bor bo'linglar, rahmat.